bola to'satdan bizni onamizni haqorat qilishni boshladi. Sanjar Xo'ja ibn GPT, Chat GPT intizomli shaklda biror og'iz buni na onasiga haqorat qilganim, na bir boshqa haqorat qilganim yo'q. O'ziga yarasha buni o'sha saviyasiz odam ekanligini ko'rsatib berdim. Chat GPT buni payg'ambari qo'shtirnoq ichida. Payg'ambar-chi Chat GPT deyapti. Xato chiqib qolsa kitoblar payg'ambar deyapti. Bizni dinimizda, din masalasida kitob manba bo'lmaydi. Kitobdan o'qiganingizni albatta ahli ilmdan so'raysiz. Domladan so'raysiz, boshqa yo'l yo'q. Endi o'zini qilgan ishi bo'yicha aynan shu holatga tushib qoldi. Alloh ofiyat bersin uni qabrda yotgan onasiga. O'sha qish. Alloh ofiyat bersin uni qabrda yotgan onasiga. Alloh bu noqobil farzand sababli onasini qabr azobiga tutmasin, azoblamasin. Mana shu ichidagi psixologik yiringni, ya'ni psixologik paydo bo'lgan yiringni tashqariga chiqarish. Birinchidan, men buni onasi haqida gapirmaganman. Shantaj-montajda mavzuni o'zgartirib, bizni sha'nimizga, bizni eshak deb gapirayotganlar, bizni ya'ni bir kishini qamatdi deb gapirayotganlarni uslubimiz bilan emas, payg'ambar alayhissalatu vassalomning hadislari bilan aytganmiz. Abu Hurayradan rivoyat qilingan sahih hadis bor. Imom Hokim Mustadrakda keltirgan. Kim mana shunaqangi musulmonning obro'siga shunaqa tajovuz qiladigan bo'lsa, onasi bilan zino qilgandan og'ir ish qilgan bo'ladi. Bu bor hadis bu. Endi bu odamni xatosini tanqidiy usulda aytsak, buni obro'siga tajovuz qilgan bo'larmishmiz. Qayerda biz burib ko'rsatdik? Burib ko'rsatganimiz yo'q, domladan so'rama deyapsan sen. Va shu suhbatlarda meni onamni qabr azobidan asrasin noqobil bola sababli deyapti. Mana shunaqa, ya'ni o'zini alami, o'zining shaxsiy manfaati ustida shunaqa ish qiladiganlar aksariyati g'alati zino bo'ladi. Sanjar Xo'ja ham menimcha onasidan so'rash kerak. Buni onasi buni cho'pon-po'pondan ottirib olgan bo'lishi mumkin. Mana salomga, mana javob. Hozirgacha buni onasini gapirmagan edik. Endi ma'lum bo'ldiki, buni onasi buzuq bo'lgan. Buni o'zini e'tirofi bilan. Yine onamni gapiryapti. Onammish qabrda azoblanamish. Bola noqobil bo'lsa, ona qabrda azoblanmaydi. Shariatga ham bilmaydi u. Lekin o'zini, ya'ni shaxsiy chamadonini himoyasi uchun hadislarni shu qabrdagi hayotni ham misol keltiraveradi. Yani o'zini shaxsiy manfaatiga dinni ya'ni hujjat qilib ko'rsatadi. Meni onam haqida bunga o'xshagan haromdan bo'lgan odamlarni gapirishga mutlaqo haqqi yo'q. Men bu Sanjar Xo'jani necha marta chaqirganman madaniy suhbatga. Necha marta pamperisi bilan qochgan bu.